Maxsus ko'piklarimizdan biri aloe vera penkamiz hisoblanadi qizlar. Bu penkamiz qanday yuzlar uchun? Qizlar, bu hamma yuz uchun tushadi. Ayniqsa ta'sirchan yuzlarga ham zo'r tushib beradi. Ta'sirchan yuzlarga bilasizlar, ko'pgina mahsulotlar tushmaydi. O'shaning uchun tavsiya qilardim, ta'sirchan qizarib yuradigan qizlar mana shu mahsulot bilan, penka bilan yuzlaringizni yuvib tozalashlaringiz. Qizlar, bu penka kundalik kirlardan yuzni tozalash uchun qo'llaniladi. Krem emas qizlar, penka. Yuzingizga tonalka surasizmi, krem surasizmi, birinchi qiladigan ishingiz yoki yuzingizni dam oltirmoqchimisiz, birinchi qiladigan ishingiz albatta penka bilan yuzlaringizni yaxshilab tozalab yuvishingiz kerak bo'ladi. Sovun ishlatish mumkin emas qizlar, suvni o'zida chayish mumkin emas. Tonalka, krem nima surganingiz taqdiringizda ham, surmagan taqdiringizda ham kuniga yuzimizga, tanamizga, terimizga kirlar o'tiradi. Tanamizni cho'miltiramiz-ku, cho'milmasak hidlanib yomon bo'lib ketamiz, kirlar chiqadi. Bilasiz, yuz ham kirlanadi. Yuz tem bo'lib ochiq holda yuradi. O'shaning uchun mana shunaqa penkalarda yuvib, yuzlaringizni tozalab, tinchlantirib, nafas oldirishlaringizni maslahat beraman. Bu aynan allergichni yuzlarga ham zo'r yotib beradi. Hamma yuz uchun qizlar. Hamma yuz uchun tavsiya qilaman. O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmati bor, narxi 75 ming so'm.